Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Qanaqasiz? O'zingiz ichganmisiz buni? Ha, o'zim ichaman. Mana sizga yana olib keldik-da. Qanchamayapsizmi? Qanaqasiz? Yaxshi. Yaxshimi? Ha, rahmat. Zo'r. Buni ichishdan oldin nima sizda muammolar bor edi? Meni bo'yim o'rtoqlarnikiga qaraganda pakanoroq edi. O'shanga pastroqligi uchun bu kompleksni, vitamin kompleksini o'zimizga sotib olganmiz. Birinchi sotib olingan kompleksda men 3 sm o'zimga bo'y qo'shildi. O'shanga 3 sm o'zimga oldi. Keyin men Temurbelar maktabiga topshirayotganimda ertaklar bo'ying past degani uchun mana shu dorini olganim uchun bo'yim 5 sm, ikkita dorida 5 sm o'sdi. Zo'r. Bu mahsulotni qayerdan tanishdingiz? Kim sizga tavsiya qildi? Bu mahsulotni menga o'zimni farg'onalik o'rtog'im ichgan ekan. O'shaning uchun shu bo'yim o'sdi dedi. O'shaning uchun men ham sotib oldim. Men ham o'zimni o'rtoqlarim, o'zimdan kichkina bolalarga tavsiya qilyapman. Albatta olamiz deb aytishdi. Assalomu alaykum, Xolbek. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Tinchmisizlar? Siz onalarmisiz? Ammalarimisiz? Ha. Ha, yaxshi. Nima o'zgarish sezasiz siz o'zingiz? Yo'q, bu yaxshi o'zgardi ancha. Aha. Bu bola mana shunday do'mboq edi. Aha. Hozir chiroyli bo'lib, yila bo'ylari o'sib xizmatga harakat qilyapti. Ammalar ekan, mana ammalari ham guvoh. Mana 5 sm shu ukamiz Shahram g'oz tomidan ishlab chiqargan vitamin mahsulotini ichib, bo'ylari o'sibdi. Yana nimalar o'zgardi? Darslarda uyqu kelardi, uyqu kelmadi. Keyin miyadagi o'zgarishlar ancha to'garaklarga, maktablarga borganimda matematikani unchalik o'zlashtira olmas edim. Hozirda ancha yaxshi. Xo'p, mana o'zingizga o'xshagan mana shunaqa bo'yi o'smayotgan o'rtoqlaringiz bo'lsa yoki umuman O'zbekiston ahliga bu mahsulotni nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Hamma xarid qilsin, narxi ham hamma ham bor. Boshqa dorilarga ishonmasdan mana shu vitaminga ishongandek menga tavsiya berdi. Men mana shuni qabul qilib oldim. O'sha 3 ta tavsiya qilaman hammaga.